Birinchi bo'lib siz ta'sirlangan komment, izoh sizni yo'naltiradi. Birinchi inson aqli bilan harakat qila olmaydi. Eksperimentlar o'tkazishgan bilsangiz, avtobusda o'tiribdi bittasi, butun avtobus jim ketyapti, bittasi to'satdan kuldi. To'xtamayapti. To'xtamasdan kulyapti. U kulgi ikkinchisiga ta'sir qiladi, u ikkinchisi kulishni boshlaydi. Keyin 3, keyin 4, keyin butun avtobusdagi odamlar kulishni boshlaydi. Nimaga? Odamlarni affekt boshqaradi. Ya'ni hissiyotlar boshqaradi. Nimaga kulyapsan? Men bilmayman. Kulyapti-ku manmi deydi, bo'ldi. Yig'i ham shunaqa. Eng iflos odamni javobgarlikka tortgani olib kelganda ko'ziga yosh olib turib, rahm keltiradigan gaplarni ikki og'iz gapirib qo'ysa bo'ldi. Bizda bo'lgan hodisa. Men misol tariqasida aytyapman-da, bu misollarimdan ko'p odamlar jirillab ketyapti-da, misollarni to'g'ri qabul qilinglar, do'stlar. 5 ta odamni o'limiga sabab bo'lgan yong'in Shovotlandiya. 5 ta odami o'lgan taraf ijtimoiy tarmoqda ko'rinmayapti-da, o'ldirgan tarafni blogerlar chiqib, unga rahm keltiradigan gaplarni qo'yishyapti-da, shu bilan u odamni himoyasiga oyoqlanishyapti. Ey, ana 5 ta odam o'lgan tarafdan odamlar chiqib yig'lab menga aytayaptiki, "Qor aka, bu qanaqasi?" deyapti. 5 ta odam o'ldi deyapti. Yondirib olgan deyapti. Keyin men chiqib turib, "Ey, insof bormi sizlarda? Ey, blogerlar, ey, sobiq deputatlar. Xudodan qo'rqinglar. Sizni onangiz, sizni singlingiz bo'lsa o'shani ichida. Qanaqa tasavvur qilasiz? Voqeaga real qarash kerakmi yo'qmi?" deb chiqdimmi. Abror Muxtor Aliyni shaxsan yomonotlik qilishlik uchun butun boshli armiya ishga solingan. Nimaga desa, Abror Muxtor Ali to'dalanib kellaring degan-ku, o'shanga to'dalanib bormasak kuchimiz yetmaydi deyishyapti. Ular ham aql bilan xulosa qilmayapti. Ular ham hissiyotga tushib qolgan. Aytaman, o'ynagan propagandaylarga o'ynab qo'ygan joyim bor meni. Alloh taolo bir marta umr bergan, bu umrda erkak bo'lib yashash, musulmon holda yashab, iymon bilan o'tish maqsadim meni. Sizlarni o'yininglarga o'ynaydigan odam emasman.